Xadichaning orzusi. Ikkinchi qism. Mayda buklangan pullar ter hidi anqib turardi. Mana, choynagingiz uchun. Sobir hayratda qoldi. Rahima pullarni tortib oldi. Bu nima? Bu urug'im bo'lmaydi. Bu pullaring baribir kam. Xadicha titrab qoldi. Akasini ortiq gap eshitishni xohlamasdi. Aka, meni deb urishmang. Iltimos. Usmon tiz cho'kib, singlisining yuzini ushladi. Hech kim seni ayblay olmaydi. Rahima baqirdi. Kechgacha hovlini tozalaysan. Usmon unga qaramadi ham. U Xadichani ko'tarib tashqariga olib chiqib ketdi. Kechasi omborxonadagi sovuq xona. Shamol tirqishlardan kirardi. Usmon eski matoni suvga bortirib, Xadichaning kuygan qo'llariga qo'yardi. Xadicha og'riqdan yuzini burishtirdi. Aka, achyapti. Usmonning qo'llari titrardi. Biroz sabr qil, singlim. Mana, bo'lib qoldim. Xadicha birdan so'radi. Aka? Ha. Men rostdan ham ortiqchamanmi bo'yda? Bu savol Usmonni sindirdi. U yuzini burib yig'lashga harakat qildi. Ammo Xadicha uning nafasidan sezdi. Yig'layapsizmi? Usmon sekin dedi. Yo'q. Xadicha qo'lini uning yuziga tekkizdi. Namlikni his qildi. Yolg'on gapiryapsiz, aka? Usmon endi yashira olmadi. Meni kechir, singlim. Men seni himoya qila olmayotganim uchun. Xadicha zaif jilmaydi. Siz meni har kuni himoya qilyapsiz, akajon? Qanday qilib? Men qorong'ulikda yashayman, aka. Lekin siz borligingiz uchun qo'rqmayman. Usmon yig'lab yubordi. Xadicha davom etdi. Onam aytganlar, Allohim yetimlarni yaxshi ko'rar ekan. Usmon uning peshonasidan o'pdi. Ichida yum yig'ladi. Bechoragina singlim. Ona mehriga zor, onamni ko'ra olmagan singlim. Usmon pichirlab unga aytadi. Bir kun kelib, Alloh bizni ham unutmaganini ko'rsatadi. Hali ko'rasan, singlim. Xadicha asta dedi. O'sha kun Makkada bo'ladimi? Usmon to'xtab qoldi. Nega endi? Men tushimda qora matoli katta joyni ushladim. Juda yig'ladim. U yer juda ham chiroyli edi. Usmonning yuragi hapriqdi. Ka'bani ko'rdingmi? Xadicha kuldi. Balki men Ka'bani hayotda ko'rmagan bo'lsam. Usmon shu kecha sajdaga bosh qo'ydi. Ko'z yoshlari sajdaga tomchilardi. Allohim, mening umrimni olsang ham mayli. Faqat singlimni bir marta Ka'banga olib boray. Shu payt tashqarida Rahima va Sobirning ovozlari eshitildi. Rahima pichirlardi. Dadasi, juning axir. Bu yetimlardan tezroq qutulishimiz kerak. Ko'ryapsiz, bular uyga foyda emas, faqat zarar olib keladi. Ayniqsa anavi ko'rvaychi. Sobir g'alati qarash bilan unga o'qraydi. Dadasi, to'g'risi hamda. Ha, mayli dedim. Bir-ikki indamadim. Bu nima endi? Uyda bor idish-tovoq ham shu qizni dastidan qolmadi-ku. Bularni zarari tegadi, ammo foydasi yo'q. Sobir bunday gaplardan to'yib ketgani uchun oxiri yorildi. Nima qil deysan, xotin? Nima qil deysan? Boshqa choramiz yo'q. Bular opamdan qolgan yodgorlik. Voy, mayli. Dadasi, tushunaman. Shu desangiz, meni bir tanishim bor. Dugonam. 7 yildan beri farzand kutishadi. Allohim, unga farzand berayotgani yo'q. Shu yetim Xadicha bo'lsa ham roziman deyapti. Xo'p desangiz, shu Xadichani dugonam Saidaga beraylik. Xavotir olmang, ular o'z bolasidek qarashadi. Usmoncha Sobir unga javoban qaytardi. Usmon biz bilan qoladi.
topayotgani choy poy nonga yetyapti-ku. Usmon eshik ortida qotib qoldi va u eshitgan keyingi gap uning hayotini butunlay o'zgartirib yuborishini hali bilmasdi. Tong hali to'liq yoshmagan edi. Sovuq havoda eski deraza tirqishlaridan kirayotgan shamol Xadijaning yuziga urilar, u esa yupqa ko'rpa ostida qaltirab yotardi. Kechagi voqeadan keyin uning qo'llari hali ham achishardi. Usmon esa tun bo'yi uxlamagandi. Rahimaning kechasi aytgan gaplari uning qulog'ida qayta-qayta jaranglardi. Bu yetimlardan tezroq qutulishimiz kerak. Usmon tongda hovliga chiqib suv tashiyotganda tasodifan Rahima va qo'shni ayolning suhbatini eshitib qoldi. Xadija tug'ilganda shifokor aytgan ekan, agar vaqtida operatsiya qilinsa, ko'rish mumkin bo'lardimish. Usmonning qo'lidagi chelak yerga tushib ketay dedi. U devor ortida qotib qoldi. Qo'shni hayrat bilan so'radi. Unda nega operatsiyani o'sha vaqtda qilishmabdi? Pulni shu ko'r qizga sarflab nima qilardik? Usmonning ko'zlari qonga to'ldi. Bundan tashqari, dedi Rahima past ovozda. Erimning singlisi o'lganda ozgina pul qolganda. O'sha pullarni erim bilan biz biznesga ishlatganmiz. Voy qo'shni, ha bu eringizni singlisidan qancha pul ham qolardi sizlarga? Ishonmayman, biznesga boshqa yerdan olgansiz. Voy, nima deganingiz bu? Erimni onasi yodgorlik qilib, tilla zanjiri qoldirib ketgan ekan. Shuni sotdik. Usmonning nafasi bo'g'ziga tiqildi. Bu gap xuddi osmondan tushgan toshdek yuragiga urildi. Demak, Xadijaning ko'zi davolanishi mumkin edi. Demak, onasi qoldirgan zanjir ham bor edi. Demak, ular yillar davomida aldangan. Usmon devorga suyangancha asta yerga o'tirdi. Ko'zlaridan yosh oqardi. Allohim. Shu payt Xadijaning ovozi eshitildi. "Aka, qayerdasiz?" Usmon darhol ko'z yoshlarini artdi. Uyga yugurib kirdi. Xadija devorni ushlab, uni qidirardi. "Aka, siz ketib qoldingiz deb qo'rqdim." Usmon uning qo'llarini ushladi. "Men shu yerdaman, singlim." Xadija jilmaydi. "Ovozingiz nega boshqacha?" "Hech narsa, har doimdagidek." Xadija jim qoldi. So'ng sekin dedi. "Men sizni bilaman, aka. Siz yig'lagansiz." Usmon bu safar ham yashira olmadi. U singlisini quchoqlab yig'lab yubordi. Kechir meni." U to'xtovsiz shunday derdi. Xadija hayron bo'ldi. "Nima uchun, aka?" "Men seni davolata olmadim." Xadija yumshoq kuldi. "Men sizdan ko'z so'ramadim-ku, aka." Usmon titradi. "Unda nima xohlaysan? Sendek beg'ubor jannatiy farishtamni nima qilib ko'nglini olasan bo'ladi?" Xadija biroz sukut saqladi. Keyin juda sokin ovozda dedi. "Men faqat sizni ko'rishni xohlayman." Usmonning yuragi to'xtab qolgandek bo'ldi. Xadija davom etdi. "Men onamni qandayligini bilmayman. Osmon qandayligini bilmayman. Ranglarni ko'ra olmayman, bilmayman." U qo'llari bilan akasining yuzini ushladi. "Lekin eng ko'p sizni ko'rishni xohlayman. Ko'zlarim ochilganda birinchi bo'lib sizni ko'rsam derdim." Usmon endi o'zini tuta olmadi. "Hozir kelman," dedi-yu, u xonadan chiqib ketdi. Hovliga chiqib osmon tomon qarab baqirib yig'ladi. Nega biz? Sobir tashqaridan kirib kelib uni ko'rdi. "Nima bo'ldi?" Usmon unga qarab g'azab bilan, "Singlimni puli qayerda?" Sobir hayratda qoldi. "Nima deyapsan? Onamning zanjiri qayerda? Nega singlimni operatsiya qildirmadinglar?" Sobir indamadi. Bu sukut javob edi. Usmonning qo'llari bo'shashdi. "Sizlar uning nurini o'g'irladilaring." Rahima tashqariga chiqdi. "Ovozingni pasaytir." Usmon unga qaradi. Siz Alloh oldida qanday javob berasiz?" Rahima kinoya bilan kuldi. "Ko'zi ochilsa, nima o'zgarardi, a?" Usmon titrab ketdi. "Uning hayoti o'zgarardi. O'zingiz ko'zsiz bir kun, hattoki bir soat ham yasholmaysiz-ku. Uyalmaysizmi bunday gap gapirgani?" Rahima g'azab bilan. "Yetimlar ko'p narsani orzu qilmasligi kerak." Usmon sekin bosh irg'adi.
Bugundan boshlab sizlardan hech narsa kutmayman. Alloh o'zi sizlarga jazo bersin. Bizga qilgan shu paytgacha zulmlaringiz uchun. Rahima erini oldiga borib, ko'rdingizmi? Mana oqibati. Shularni birinchi kundayoq aytdim. Olib kelmang. Yetimlarni deb. Mana ko'rayotganingizdek tuzligimizga tupurdi-ku bular. Usmon uyga kirib Xadichaning yoniga qaytdi. Xadicha hech narsadan bexabarday jilmayib so'radi. Aka, bugun osmon qanday rangda? Usmon ko'z yoshlarini yashirib dedi. Juda chiroyli, moviy rangda. Xadicha tabassum qildi. Inshaalloh bir kun men ham ko'raman. Usmon uning qo'llarini mahkam ushladi. Bu safar ovozida qat'iyat bor edi. Ha, inshaalloh. Agar butun dunyoga qarshi chiqishim kerak bo'lsa ham, men seni ko'rishingga majbur qilaman. Bu qasam uning hayotini o'zgartiradigan eng katta jangni boshlanishi edi.